Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan Gazablog seximizdan video joylayapmiz. Gazablog kanalimizga 2025-yil 25-mart Allohning rahmati yog'ib turgan go'zal kunda turibmiz. Hammalarga kun xayrli bo'lsin. Gazablog kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, ma'lumoti, hop, razmerlari, qanday ishlab chiqarilishi, kimga kerak bo'lsa, qiziq bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Bemalol Gazablogdan uy quraman degan odamlar bo'lsa, bemalol ekranda nomerlarimizni qoldiramiz, aloqaga chiqarasizlar. Gazabloglarimiz bular 20 ga 30 60 yillari. Hop. 30 ga 15 60ligi, 12 ga 30 60ligi, 10 ga 30 60 yillarni zakazga qilib beramiz, zakazga tayyorlab beramiz. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Bu yoqda seximizda mana Gazablog quyilish davom etyapti. Yomg'ir go'zal bo'lib yog'ayapti. Alhamdulillah. Hamma joyga ham yashil, ko'k. Yomg'ir maza. Allohning rahmati. Dehqonlarimizni qilgan duolari ijobat bo'lib, mana yomg'irlar yog'yapti. Seximizda ish avjida. Astodil ishlayapmiz. Bular quyib, to'ldirib qo'yilganlari, bular to'lib kesilishga tayyorlanish jarayonida, qotish jarayonida bular. Bu yoqda hozir bu yoqdagilar ham o'sha qotish jarayoniga kirishyapti. Hozir sizlarga nima qo'shilishini yana bir bor ko'rsatib o'taman. 100 litr suv quyilyapti. Meshalkamizga 100 litr suv tushyapti. Hozir kelib 110 kilo semen tushadi. 145 kilo qum tushadi. Shuni ko'rsatib beramiz. Degimi? Mana boshlandi, 10 kilo semen ketdi. Ximikatlari. Semen, mana shu 100 kilo semen ikkita qopda 50 kilodan. besh kilodan oshiqroq bo'lgan to'rtta qopdagi qumimiz tushdi mana. Mana shu qurilish jarayoni. Bo'ldi, boshqa hech nima qo'shilmaydi. Qandaydir pena, nimadirlar qo'shilmaydi. Mana shu bo'lgan quyilishi. Kimga Gazablog kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Ekran nomerlarimizni qoldiramiz. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida.